Çembereki programmasını meydan keltirdi. Suudi Çembereki programması izledi qandaq bir program degende bu programımızda Abdum rayonimizdagi tirishayotgan, ilgirlayotgan, izinayotgan, natija qazanayotgan korxonchilarimiz, shundaqla shirkat qurayotgan yoshlarimiz bu sahnada o'zining talantini, ortiqchiligini namoyon qildi. Eng muhimi, korxon madaniyatini so'zlaydi. Albatta, mush egilik tiklash jarayonida qo'lga keltirgan natijalar orqali ekrandagi ko'rmanlarimiz bilan o'rtoqlashadi. Yana bir muhim ish bor. U bo'lsa-mu, mana sizlar ko'rib turgan bu sahnamizdagi hamkorlashuvchilarimizmi, vakolatchilarimizmi bu programmamiz orqali ajoyib katta bilimlarga erisha oladi. Yana bir ortiqchiligi nada deganda, Suudi Çembereki programmamizda şirketlerinin, korxonalarning eng yangi mahsulotlari namoyon bo'ladi. Qani, unda bo'lsa bu programmamiz qatnashgan mehmonlarimizni, ustozlarimizni, hamkorlashuvchilarimizni tanishtirib o'taman. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, bizning bu programmamiz qatnashgan aziz mehmonlarimiz bo'lsa, ya'ni Nigizolga ilmining barpochisi, iqtisodshunos, iqtisod maslahatchisi Nurmuhammad Ma'lum. Nurmuhammad Ma'lum, Xatamiyuz, Nurmuhammad Ma'lum, Şersiz, Ningxia Milanda Suudi Çekiliş Şirketining qurg'uvchilari Abdurazaq apandim. Xatamiyuz, Şersiz, bu Meryem Hanım. Xatamiyuz, Şersiz. Bugün biz bilan o'rtoqlashadigan shirkat bo'lsa, boyaman degandek Ningxia Milanda Suudi Çekiliş Şirketi. Ningxia Milanda Suudi Çekiliş Şirketining bir katta mahsuloti bor. Ya'ni boyaman tunishtirgan vaqtimda hamkorlashuvchilar sap degan so'zni unutib qolibdi-kanman. Sap deb bektab ketdi. Ya'ni Ningxia Milanda Suudi Çekiliş Şirketining sap alqat sharbati. Shundaqmi? Shuning uchun biz mana mushu katta ism bilan sahnamizdagi bu do'stlarimizga, vakolatchilarimizga, hamkorlashuvchilarimizga ism qo'ydik. Ya'ni sizlarning bugungi isminglar bo'lsa, Milanda Sap Alqat Sharbati gruppasi. Ya'ni shu ism bilan birinchi gruppa, ikkinchi gruppa, uchinchi gruppa, to'rtinchi gruppa, har bir gruppada bizning 3 qaltis hamkorlashuvchimiz, vakolatchilarimiz bor. Bugun mush sahnamizda o'zinglarning karomatinglarni, mahoratinglarni, shundaqla hamkorlashish ro'yinglarni namoyon qilsizlar. Albatta, men bu sizlarga bek ishlayman. Bugun cho'qim o'zinglarning eng yaxshi holatinglar bilan eng yaxshi tarpinglarni bizga namoyon qilib bera olasizlar. Shundaqmi? Ha, yaxshi. Sal turib o'yinlarni ko'rmasligin. Sal turib mana mushdaq vaqiralamsizlar. Lekin tirish baqayli bo'lamdi. Eng muhimi, g'ayrat qilamiz, tirishimiz. Musobaqa qoidasini tanishtirishdan avval Ningxia Milanda Suudi Çekiliş Şirketining qurg'uvchisi bu Meryem Hanımdan shuni so'rag'im kelyotdi. Nurg'un yoshlarimizning, nurg'un qarindoshlarimizning xo'jayin bo'lish orzusi bor-da. Lekin xo'jayin bo'lish unchalik oson bo'lmasligi kerak. To'g'rimi? Xo'jayin bo'lish uchun cho'qim jaffoga chidaydigan ruh, anandikin shu sohaga, qilayotgan sohasiga, shu kasbga bo'lgan o'tdek ishtiyoq bo'lganda andan xo'jayin bo'ldi. Xo'jayin bo'lish unchalik oson emas. Xo'jayin bo'lish uchun bizda cho'qim kuchli bir irodadan boshqa mushu qilayotgan ishimizga nisbatan o'tdaq ishtiyoq bo'lish kerak. Nurg'un odamlar o'ttir yo'lda voz kechishi buningga nisbatan ishtiyoqining armonining yuqori bo'lmasligidan. Bizning Ningxia Milanda Suudi Çekiliş Şirketi bo'lsa, alqatdan iborat mushu go'harni yildiz qilib turib, mushu go'har asosida eng yaxshi bo'lgan, eng tabiiy, eng saf mahsulotlarni bizning xalqimizga sunishni asos qilib turib, mushu sohada oldingi korxona bo'lishni nishon qilib menayotgan shirkat. Bizning hozirgacha chiqqan mahsulotlarimizmi alqat bilan munosabatlik, ham safligi, unumi, sifati jihatda alohida ahamiyat berib ishlangan bo'lg'achqa, xalqimizning yoqtirishiga ham bizning hamkorlashuvchi vakolatchilarimizning bizga bo'lgan ishonchisini olib kelyotdi. Endi men alqatni qadimdan tortib hammamiz anglab kelgan. Uylarimizda choyga damlab ichimiz, ammo buning zoti qanday foydasi bor? Menimcha nurg'un odam buning aniq bir tushunchaga ega emas. Alqatning o'zi pidigan oilasiga tava meva. Bu doğru ösümlükler kamusda, yani Cumhuriyet İbabetiniki doğru ösümlükler kamusda doğruluk kıymeti var, yemeklik de ilingan. Bu ameliyatda hem yemeklik, meyve kirdi, hem doğruluk kıymeti var. Alqatning tarkibida
intayin mol bo'lgan oziq-qimmatlar bo'lg'achqa, odatdagi biz yeyotgan yemekliklar qaraganda, meyvelar qaraganda, buning tarkibidagi oziq-qimmatlar intayin mol. Shuning uchun buningki dorilik qimmati bor yemeklik deb dori o'simliklar qomusida xotirlangan. Endi bizningki qilganimiz dal mushu burundan anglab kelgan alqat, ya'ni qurtilgan alqatni biladi hammadan. Ammo yo'l mevasini nurg'un odam ya ko'rib baxmagan, ya tetib baxmagan. Chunki buning sirtqi post intayin nefis bo'lg'achqa saqlamoq intayin tez. Shunga qadimdan tortib ajdodlarimiz buni quritib iste'mol qilib kelgan. Ammo biz buningki yo'l holatdagi mevasini asos qilib turib Milanda sab alqat şerbetimiz dal mushu yo'l holatdagi mevasining 100% şerbeti. Sirtidan bir timtim suv, ximiylik tarkib yoki hech qanday modda qitilmagan. Buni biz mikrobsiz sharoitda qachilab, hech qanday mikrob o'stiradigan sharoit yaratmaganligimiz uchun eg'iz ichilmagan holatda 18 oy saqlag'il bo'ldi. Lekin eg'iz ichilgandan so'ng cho'qim ichib o'tish kerak. Bizning buningdan keyingi chiqmoqchi bo'lgan mahsulotlarimiz ham shirkatimizning taraqqiyot nishonimi dal mushu alqatning yo'l mevasidan foydalanib, ya'ni bu yo'l holatdagi mevasining oziqlik qimmati qurtilgan qaraganda nechasi yuqori. Badanga sumirilishi tez. Ham buningda hech qanday ximiylik narsalar bo'lmagandan keyin, badanga nisbatan aks ta'sir bo'lmaydi. Shuning uchun mushu yo'l mevasini asos qilib turib, tuxum yaxshi bo'lgan mahsulotlarni xalqimizga sunamiz. Bizningki Milanda mahsulotlarimizning ishlanish jarayonini qisqacha anglab o'tdinglar. Endi mushundoq sap tabiiy yemeklarni chiqarish uchun cho'qim bizda yetarlik zehn, yetarlik tirishchanlik ham yetarlik iqtisod bo'lishi kerak. To'g'ri. Mushu mahsulotningki sifat unum jihatda har bir iste'molchining oldida biz maydamizga mushlab turib, ma mahsulot bizning mahsulotimiz, ma mahsulotni iste'mol qilsanglar bo'ladi, ma sap tabiiy degan narsani deyish uchun biz cho'qim to'xtamay izlanishimiz kerak. Buning uchun bir korxonchi bo'ldigan odamning o'ylaydigani intayinchiq. Buni endi korxonchi bo'lganlar ham tushunalaydi deb o'ylayman. Qaranglar, lideringlar nima degan qaltisa, lideringlar uchun bir chavoq chavitdinglar. Men shuncha suyunib ketdim, rost. Oson emas-da. Masalan, ajab yaxshi so'zligu bu Maryamdan deb suyungan vaqtimizda yana bir narsani his qildikki, bildigan odam so'zlay oladi. Qo'saqda umashba odam so'zlay oladi, mush ishni yaxshi qila olgan odam so'zlay oladi-da. Rahmat. Endi bu Maryam mukofotlar tayyorlandimi bizning sevimli hamkorlashuvchilarimiz uchun, vakolatchilarimiz uchun cho'qim tayyorlandi. Ha, mukofotlar. Cho'qim deb turib olaman-da. Cho'qim bor. Cho'qim bor. Pek kattamidu. Hozir istemay turamdiq yoki maxfiymi? Ularning ifodasi qaraymiz-ku. Ha, mana lideringlar so'z qildi. Bugungi ifodanglarga asosan, mushu sahnadagi qiyofatinglarga asosan, bizning har qaysi bosqichlarimыздagi o'yinlarni o'ynashdagi mahoratinglar asosan mukofotga erisha olasizlar degan gap. Am saqni bizden hizmetçi xodimlar chiqsanglar bo'ladi. Yurgin bek so'qib ketib bordi. Siz qandaroq deb. Qo'lingizni chiqaring. Qo'lingizni chiqaring. Qo'lingizni chiqaring. Ay. Bulug. Ismingiz? Tajigul unda sabr g'ayrat kilayli. Hechdan bo'lmaydi. Qo'linglarni tishlab oldigan yoki sizlarga ziyon yetkazadigan hech qanday narsa emas. Xotirjam bo'linglar. Tajigul. Yo'lishingizning qo'lini tutgandek deb o'ylab tutivering. Qani, Tajigul. 3, 2 vaqtimiz bajumi tezlik hisoblandi. Eng oxirida suratinglar bo'yicha 1-2-3-ni mukofotlab chiqamiz. Agar mush surat bilan bo'lsanglar, eng oxirida qilishinglar mumkin. Undan boshqa mukofotga erishamaysiz deb so'zlab bermayman. Mening vaqtim. Yo, tuting Tajigul, ishdan bo'lmaydi. O'zingizga bir qatim jang e'lon qilib beqing. O'zingizga jang e'lon qilib beqishingizni umid qilaman. Tajigul qila oladi ekrandagi ko'rmanlar. Biz bir javob beraylik, ha? Tajigul g'ayrat qiling. Ha, g'ayrat qiling. Tuting, ishdan bo'lmaydi. Ko'zingizni chiq. Ay. O'sha. Mana bizning hamkorlashuvchilarimizning tayyorlig'i bo'ldi. Amina G'obaytniyaqi bek fon etib ketdi. Amina qo'lingizni bir chiqaring. Qo'lingizni chiqaring. Boshqa.
Kimning qo'li bu? Gülşen. Yo'q, mening qo'lim emas. Yaxshi o'ylab beqing, kimning qo'li? Sizin kolunuzun ki bizim başkasına oynamadım. Mening qo'lim emas bu. Sizlarning liderning qo'li bu Maryamning qo'li. Emasmi? Yo'q. Endi demaklar, mening qo'limni tutib bilib oldingiz, ham nimligini bir ozroq bir his qilib beqing, ha? Ama Ha, açık olgan narsa. chiqadigan, ha, siz tutadigan narsa. Azır kurtmak deyme yani. Emas, u emas. Yana demden. Tutayma. To'xtang undasa, 3, 2, 1, boshlan. Rasmiy tutib bo'lgandan keyin ikkinchi hamkorlashuvchingizga qo'liga yetkazsiz, ha, Amina? 3, 2, 1, boshlandi. Chil tuting, yaxshi chil tuting. Voy, Barmağınızı aç. yaxshi. Mana bizning ikkinchi guruhdagi hamkorlashuvchilarimiz tamomlab bo'ldi. Aminadan boshlaylik. Amina, haqiqatan xili qo'rqmaskan-a? Kokmadan biraz siz besletili kokmaga. Ha. Ya bize qo'rqdingiz, Amina. Bana kokmadan ağız kolamını sıyılgan dikim ben kokmadan. O mening qo'lim. Kulayverdi endi. Odatda bu mushtaq o'yinlarni o'ynab turish kerakmi-ki sizningcha? Amina. Bajar. Men kokmadan ciddileşmedim. Ha. Bir xil metodum. Birinchi qatta birinchi guruhninkini ko'rgandik. Bir qatta beşimizde o'tgandik. Yana shunda bir narsani tutganmiz deb jiddiyleşib bo'lmadi menda, qo'rqinishim bo'lmadi. Shunlashqa yana shu birinchi guruhdagi hamkorlashuvchilarga rahmat desak bo'ldi ekanda, chunki ular boshlab berdi-da, boshlab bergandan keyin biz ulardagi tajriba saboqlarni bir ko'rib oldik-da. Almira. Ben kichigimda qo'rqqaningizlardan qo'rqatdim-da. Shunda abay chiqqandilar, yama ansirdim, men qanaqa qilaman deb. Yoshda o'zi qila olmaydigan bir tavjan qilish kerak-da. Qalashchiqim, ko'p qilma degan shu jur'at bilan chiqdi. Yaxshi bir jang e'lon qilib beqishimiz kerak. Biz qilmagan vaqtimizda, yaxshi. Biz qilmagan vaqtimizda menga uning qanday bo'lganligini bilmaymiz. Shundaq-ku. Shunlashqa bir sinab boqqandan keyin, qo'rqinchli bir şey emas ekan-ku deb. Bildikda mana birinchi guruhning turkisida ikkinchi guruhdagi hamkorlashuvchilarimizni yaxshi tamomlab bo'ldi. Endi 3-chi, 4-chi guruhdagi hamkorlashuvchilarimizga beriladigan narsalar shundaqla boshqacha bo'ladi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar ko'rayotganlar Savdo Chambiriki programmamiz. Mana Ningsha Milanda savdo chekish shirkatidagi hamkorlashuvchilarimizning ishbasi haqiqatan bu bizning o'ylig'imizdan yaxshi bo'ldi. Endi 3-guruhdagi hamkorlashuvchilarimiz mana tayyorlanib bo'ldi. 3-guruhimizdagi mayirlar diqqat hamkorlashuvchilar texnik jiddiy ilib berilishi mumkin. Chunki biz nimaligini bilmaymiz. Boyiqi oldingi 2-guruhdagi hamkorlashuvchilarimiz uchun pek qo'rqinchli narsalarni tayyorlamadik. Nemishqa ular boshlanganligi uchun pek qo'rqib ketmasin, jiddiylashib ketmasin deb. Sizlar ularningki ifodalarini ko'rgandan keyin yuraginglar xili to'qib qoldi hozir. Boshlamdik. Unda bo'lsa, xizmatchi xodimimiz qiling, sekingizga marhamat. Nimadu? Ma'mu ko'rsatmagan. Ko'rmanlar. Voy, nimdab ko'rib solgandim-a? Ko'rmisam bo'pti-ku. Yarras ko'rmisam bo'pti-ku, Suyman. Elikimda qo'rqib ketmanglar. Amsa başlaymiz. To'xtanglar. Saydugul, qani qo'lingizni kirgizib beqing. Mana qo'limizni tutib oldik endi. Qo'limizni tutib tugatsak-a. To'xtang. Hozir sizga bir fursatni beramiz undan keyin, ha. Qo'lingizni tiqib beqing. Unda esa 3, 2, 1 deyman, undan keyin bosh. Voy. Men nimga qo'rqayman? Yaxshi. Men ko'rib boqay qanday bo'ldi? Yaxshi. Qo'yib bering. Voy, qo'yib bering. Toshqan yomg'ir. Toshqan. Voy. Qani. Voy, ular Toshqanchaq savdo chambiriki programmamiz kelganingizni qizning qarshi olamiz Toshqanchaq. Siz qanday o'yladingiz? Saydugul. Qo'rqib ketdim degan vaqt chashqan o'xshaydi. Ashdimi? Shuning bilan qo'limni silib, Ha. tatib oldim, keyin
Yani gayret kelip salsan. Yok anasınısı da yumuşakken. Çok toşqanda boy. Ha toşqanda bildiniz şundaqmı? Burun toşqan tutbaqqa ne? Köygen tutbaq. Ha köygen tutbaqma lekin qandaq qilib toşqan deb jazmlashtirdingiz? Nimiz bek siyliqken. Ha tükki şundaqmı? Ha tersi ha. Şunlaşqa. Mehrgülçü. Men de kokap kettim. Karısı kapkarda yok oldu bu kez. Yok. Oy bu qarab hem yok ol saçkan okşaydı dep oyladım ko'nglimda shu qarsam ana qulqi yo'g'ontirdi. Oy toshqan kelib Qulqi yo'g'ontirdi. istaladim. Hey, lekin ajoyib a toshqon desa ancha qo'rqib ketmaydi ekanmiz. Choshqon desila qo'rqibsiz ekanmiz. Mush bizning bir ideyamizdagi masala o'xshaydi a. Amaliyotda choshqon tutsaqmi ishlabmi ketmas bo'lmaydi. Qarang. Qaranglar uloqligini beshin chiqarib toshqanchaq. Alqatdan azroq beraylikmi? Sap alqat sharbatidan Milanda şirketining ishlab chiqargan. Maryam, Siz abaytılık voy be qo'rqinish kelib qo'rqitdingiz. Ay keyindan chashqan tak 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 ke chashqan ke deganda modal qarab ikki qo'l mandal turgan. Ya bu qo'yib qo'ydim. lekin agar choshqon bo'lsa sizni Chashqan qo'rqaydi. qo'rqatdim shu quyruqidan tushib o'ylashgandim. Yaxshi, rahmat sizlarga. Rahmat. Ha, mana programmamiz intayin qizyotdi. Har xil jonivorlar orqali, har xil hayvonlar orqali. Endi nimadu? Qo'rqib ketmasam bo'ladi, lekin boya men toshqanligini bilishdim, bir rost qo'rqqandim. Ben qo'rqib ketgandim. Bizning hamkorlashuvchilarimiz mendan o'ta qo'rqib ketgan, endi 4-guruhdagi hamkorlashuvchilarimizning nimadu? Halima, qanora hozir? Qo'limni tutib qo'rqmadim. Qo'rqmadingiz? Oshdami? Yili ko'rimiz qaramdingiz ya. Hey, yili ko'rimiz. Qo'rqqan qo'rqmagingizni. Men Saygul. Pamo? Azroq jiddiylashish bor lekin cho'qim puting kuchim bilan tashlamayla olaman. Tashlamayla qo'lingizga cho'qim yaxshi olsiz a. Yaxshi olib bo'lgandan keyin masturaga yetkazib berasiz. Anglashimcha sizlarning mushu Ningsha Milanda savdo shirkatiga hamkorlashuvchilarning ichida mastura bir oz qo'rqanchaq ekan-a. Astaqmandi. Qo'rqolibmi? İşte qurutqingizlardan. Kichik hayvonlardan bo'lsin ba qo'rqaydi deydi-a. Mastura qo'rqatdim. Rost qo'rqaysiz shundaqmi? Ha, shunda keyin turib oldim. Ankayda turguningiz bilanmi tutibsiz-da qo'lingizni? Men chilak tashlaymanda yanchib ketgandan yaxshi. To'g'ri rosa, chilak yil tashlaysiz, birisiga bermaysiz-da, yetkazmaysiz, to'g'ri? O'rnini to'g'ri bekitibdi-a, nishonni to'g'ri bekitibdi. Qiriyona bo'lsa 4-guruhdagi hamkorlashuvchilarimizning yetkazdigan u narsa nimadu? Qani xizmatchi xodimimiz sahnimizga marhamat. Qo'rqmanglar. Men qaytay. Bir emas ikki ketdi. Oyey. Men qaytib turay. Ang talab qildiğim suyumlik hamkorlashuvchilar quloqlarni chil tutdilar, quloqlardan tushib ketdi. Qo'rqmayat izdab. Ba'madan qo'rqmanglar. Qo'g'lab qoldimizda. O'yinning qiziqi endi boshlandi qandaq. Ningsha Milanda savdo shirkatiga vakil bo'lib chiqqanmi? Amsa Halima qanora hozir? Yaxshi. Ha, Halima chatoq yo'q-ku, ha? Chatoq bo'lsa majbur. Halima undasa qo'rqmang, lekin qo'rqmasdan uzun bo'ldi. Cho'qim qo'lingizni tutib, yana birisiga yetkazib berishingiz kerak. Tashlasangiz qat'iy bo'lmaydi, ha? Bo'ldi. Ha, undasa yaxshi. Ha, umoqlam. Rost qo'rqmaydi ekan. Qarmidi bu dahi Halima qarmidi. Qo'rqmang. Mastura! Ben Saygül kömüdüğünüzde qarab bermaydim ekan. Toshqancha. Ana qo'rqdim chashqanligi degan. Ashtama. Oy, mening qo'rqib ketganim cho'nta. Qani,
Halimalikka rost qo'rqmadingiz a? Qo'rqmayman. Azaldan qo'rqmaysiz shundaqmi? Azaldan qo'rqmayman. Ha. Bundoq qo'rqmaslikni qanday yetildirgan? Biz buni qo'rqmasak bo'ladi. Men sap o'g'illarning orasida cho'ng bo'lgan. Ha, uyda qancha bola bor? 6. Sizning bir qizmi? Shuningga qo'rqmas bo'lib ketdingizda, kichiklardan boshlabmish degan bo'rlar bilan o'ynab degani shu. Shundaqmi? Asosan hamda qo'rqmas bo'lib ketdingizda. Erkaklar bilan birga cho'ng bo'lgan kunda. Undan boshqa yana boshqa. Asosiyatdan qo'rqmayman. Asosiyatdan qo'rqmaysiz. Agar bir cho'ng ish bo'lgan bo'lsa-chi, bo'ri ish bo'lgan bo'lsa-chi, Ondan qo'rqayman. ha, undan Pek samimiy, to'g'ri, undan qo'rqish kerak ham deb. Biz qo'rqmasak ham bo'lmaydi. Lekin mana men ko'rib boya qo'rqib ketdim, ba qo'rqib ketdim juma. Siz-chi, siz qarmidingiz faqatla. Ha, shundoq bek aqlliqga buchu qarsam qat'iy qarmadim. Ishdan yakizmadi. Ishdan. Chunki qarabni qasam qo'rqayman deb o'ylab qoldim ekan deb faraz qildim. Men boshidagi odamning haliqi pozitsiyasi odamning qo'rqmasligini belgilaydi. To'g'ri, ha. Boshda azroq jiddiylashgan Halima odam qulamga shunday chiroyli qilib bergan ekan, qaramayli bir. Yaxshi. Uni deganimda Mastur kelganda qanday olib ketdi ishlar? Ko'rib qoldim, necha taxiriya. Ko'rib qoldim, qo'rqdim, quyruqini tutdilar. Lekin yaxshi, men bo'lsam-chi quyruqini tutishim jur'at qila olmaydim, bu deyman. Siz mendan qo'rqmaskansiz, mendan jur'atlikkansiz, jumo Mastura. Men voz kelsam bo'lmaydi, o ikkisining amikini nol qo'yibmanda. Shuning uchun sizlar Ningshan Milanda savdo shirkatining eng qaltis hamkorlashuvchilari bo'la olasizlar-da. Endi buni salturib bizning ustozlarimiz xulosalaydi. O'zingiz boshda bu chashqanmidi deb o'ylaganmidingiz, mayli qo'rqdim degan vaqtimda. Mushuk deb o'ylagan degan toz mushuk kerak, qolsin kerak. Ey rahmat, sizlarning mishpardanglar yaxshi bo'ldi. Eng muhimi mana Halima bilan Mansab Gulshkisiningki shu qo'rqmaslik natijasida Masturaga bir kuch keldi ya. Mushu ikki hamkorlashuvchimning yuzini to'kmasligim kerak. Cho'qim mushu vazifani yaxshi astoydil holda tamomlamasam bo'lmaydi deb mas'uliyatchanlik tuyg'ungiz rost kuchga. Rahmat sizlarga, rahmat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmalar, ko'rayotganlar, Savdo chembiriki programmasi. Hamkorlashuvchilar, haqiqatan bu qaltisgansizlar. Sizlardan yana bir qatam suyundim, faxrlandim. Undan boshqa sizlardagi bir xil hamkorlikni his qildim. Oson emas. Men baq qo'rqanchoq ekanman. Sizlar menga bek jiq narsalarni his qildirdinglar. Balkim sizlarning o'sha o'yin bosqichdagi ifodanglardan Nurmamat ma'lum yangi bir tuyg'ularga erishgan bo'lish mumkin. Shundaqmi Nurmamat ma'lum? Milanda shirkatiga ergishib kelayotgan vakolatchi do'stlar, yaxshimisizlar? Yaxshi. Men sizlarga qiziqarli o'yinlar orqali bir narsani o'ylab chiqdim. U nima ekansa bizga ehtiyojli narsa o'zgarishgan bir insonniki. Agar natija qozonamiz deyotganimiz chuqur o'zgarishimiz kerak. O'zgargandila enetki natija qozona olamiz. Bo'lmasa biz burunqi tafakkurimiz bilan, burunqi tirishchanligimiz bilan o'tib kelsa shu burunqichilik natija qo'lga keltira olamiz. Hozir nurg'ullarimiz kichik jonliqlarni tutishga jur'at qilamidik. Keyin jur'at qilgandan keyin-chi sizlar o'zgarish bo'ldimi, bo'lmadimi? Albatta bo'ldi. Demak, men natija qozondik degan gap. Hayot shu birlan narsa bor. U nima bo'lsa tiyan qilish, his qilish hamma narsani. Shuni hech narsadan qo'rqib ketmanglar. Bir qo'rqashdan burunchi bo'lsanglar, eng yomon oqibat zodi nima mushni tutsam deb ashni o'ylab olinglar. Eng yomon oqibat nima? Ishlab olamdi, yeb olamdi. Ashni kallandan bir o'tkazib yutinglar. Shuni qabul qilib yutasanglar, qo'rqmaysizlar, tutmanglar deb birsizlar. Tushunchaliklar narsa bu. Andin hamkorlik. Masalan, bayatim bir qiz dedi. Men oldidagi hamkorlashuvchi men intayin salmoqli qilib appagelik uchunlam men hech narsadan qo'rqmay olib berdim dedi. To'g'ri, bu intayin muhim narsa. Bu hayotdagi eng chong xatar nima desanglar, xato narsani to'g'ri deb o'rganib qilish. Mana bu hayotdagi eng chong xatar. Nima uchun natija yo'q desanglar, xato narsani to'g'ri deb qarab olganligimiz uchunlam biz natija yo'q. Ikkinchi chong xatar nima desanglar, jo'risini xato tanlab qilish. Ayol yo'lchini xato tanlab qilish. Mana hayotdagi ikkinchi cho'ng xatar. Uchinchi cho'ng xatar nima bo'lsa, xato odam bilan hamkorlashib qilish. Demak, mana uchinchi cho'ng xatar hayotda yuz berib atgan.
Şunu sizlarninki şu hamkorliginglar bir-biringizga intayin cho'ng ta'sirini ko'rsatadi. Bayatdan men sag'ilg'u deyman. Men oldidagi ikki o'ylanga mas'ul bo'ldim. Mastura. Mastura. Demek bu şu kazanat adamın hemmisi bir mesuliyetçilik duygusu güçlü adamlar. Neticesi yok adam için olsa mesuliyetçilik duygusu intayin aciz adamlar. Şun bu vakaletçilerinki bu mesuliyetçilik duygusunun güçlük buluşu bilen üzerindeki korkunçunu yıkıp çıkışı şu neticesini kol keltirip da oyladım ben de. Doğru ha. Onun başka aylıqı bayağı bizden hemkarlaşıqçılarımızda ortak hemmisi de bir qaraş bakya. Toşqandan qo'rqmaydi, lekin chashqandan qo'rqaydi. Muşun noktamı beni bek çalıp kıldı da. Diyormuşsun biz küçüğümüzden başlayalım çaşkandan şuna kokayımız bu. Ameliyat o koku da mı esemez. Bu nimden direkt verdi emdi. Bu kokunuşlu. Ben bu kokayı da diyorum size. Çaşkan mesela. Ameliyat bağırlık mesela nereden kep çıkıdı olsanlar içki dünyamızı koyup fikirdilik kep çıkıdı. Ameliyat mesela yok. Nerede mesela bu? Nim için bazılar kokaydı, nim için kokmaydı olsa aslında içki dünyamızın şu oy fikir çıkkalıkçılık kokayımız. Bu fakat sizin kallanızdan çıktı, başlarının kallasından çıkmadı. Şunun için kokayımız. Kokmayım deyimiz, kokmayımız, kokayım deyimiz, kokayımız. Şunçilikler neyse bu. Şu. Rahmet, Nurmet malum, rahmet. Onun başka bizden vakaletçilerimizden, hemkarlaşıqçılarımızdan, şirket kurgucuları yani Milanda Soda Çekiliş şirketinin kurgucuları çokum suyunayotgan buluş mümkün. Şundaqmı hemkarlaşıqçılarınlarda hakikaten hamimizni bir suyundurgidek hemkarlık ruhu barken. Albatta sizlar tirişdinglar. Tirishgan bilan mana shu hemkarlaşıqçılar bugünkidek muştaq ruh ostida sizlar bilan birga mangmasa balkim bugünkidek natijalarni qo'lga keltirish oson emas deya. Ben bek suyundim, bek ta'limlar barken, acayip qaltis hemkarlaşıqçılarınlar barken. Hem de baya bizning hemkarlaşıqçılarımız intayin faxrlanib turib maqtayotgan Milanda markasidagi sap ovqat sharbati haqiqatan iste'molchilarimizning, vakolatchilarimizning yaxshi baholariga erishdi. Unda bo'lsa mana mushunaq olqishliq bozorliq mahsulot bo'lishidagi siri nada deb qaraysizlar? Aldı bilan mushu musobaqada har bir hamkorlashuvchimdan qattiq suyundim, ham faxrlandim. Bularning mas'uliyatchanligi, qo'rqmas ruhi haqiqatan meni ta'sirlantirdi. Bularning mushu tirishchanligi, mushu mas'uliyatchanligi, qo'rqmas ruhi bizning shirkatimizning keyingi taraqqiyotini aks ettirib berdi. Shirkatimiz mushu alqa sohasida alqatga munosabatlik bo'lib, shu yo'l holatdagi alqatga munosabatlik mahsulotlarni tunji qadamda tonutib, tunji qadamda bozorga chiqqan Bayroqtar korxona. Mahsulotimiz bozorga chiqqili 1 yil 4 oy bo'ldi. Bu jarayonda haqiqatan nurg'un xaridorlarning bo'lsin, hamkorlashuvchi vakolatchilarning bo'lsin, yaxshi inkaslarga erishib keldik. Endi buning asosiy sababi nima degan vaqtda, birinchidan biz bir yangilikni yaratdik. Alqatning yangi iste'mol qilish sayfisini ochdik desam bo'ldi. To'g'ri. Biz tunji korxona buni qilgan. Hech kim qilmasdan biz birinchi bo'lib to'xta. Alqatdan yana boshqa usulda iste'mol qilib bo'ldi ekan. Undaq bo'lsa biz nimishqa mushu bir ideyani o'zgartmaymiz. Bu bir mahsulotlar emas, bu bir ideya. Biz mushu ideyani yangi qadamda diyorimizga har bir iste'molchilarga, har bir xaridorlarimizga sundik. Şuna birinciden bu yangicha bir ideya bo'lganligi uchun tez suratda nurg'un odam qiziqdi buningga. To'xtab tura. Bu yo'l holatga mevsimi borka buni. Mevsining 100% sharbitimi borka deb. Ikkinchidan bayam degan mahsulotning sifat, unum jihatda biz alohida ahamiyat berdik. Bizning mahsulotimiz ishlanib chiqarayotgan korxona bo'lsa, dal mushu davlatimizda alqachilik sohasida 22 yil ishlab chiqarish ham tadqiqot bilan shug'ullanib, penib bozor sog'an cho'ng bir guruhlashgan korxona. Şuna bizning mahsulotimiz sifat o'lcham jihatda alohida yaxshi ham alohida yuqori talab qo'yilgan. Şuna bizning iste'molchilarimiz iste'mol qilgandan keyin buningga nisbatan unumi intayin tez ko'rilyotdi. Mahsulotga nisbatan ishonch eshyotdi. Bu ikkinchi sabab. Uchinchi sabab bizningki savdo sohasi shunda taraqqiy qilyotdi. Har bir korxonaning, har bir mahsulot ishlab chiqaruvchining o'zining nishon planlari bo'ldi. Endi bizga kelsak, bizning asosli maqsadimiz mush alqachilik sohasida eng oldingi korxonaga aylanish. Shunlashqa biz faqat o'zimizga ham tayansak, biz ming bulanmaymiz. Biz asosan digidek foyda manfaatni bo'lsin va yoki hamkorlashuvchi vakolatchilar mas'uliyatchanlik jihati bo'lsin, biz har bir jihatda mas'ul bo'lib, yetaklab, qo'lidan tutib, o'gitib bularga
bir ananing rolida bularga muomala qilib kelyapmiz. Shunlashqa bizning vakolatchilarimiz, hamkorlashuvchilarimizning taraqqiyotimi nihoyat tez bo'ldi. 1 yil 4 oy jarayonida bizning vakolatchimiz 2000 dan oshdi. Shirkatimizning oylik setish summasi aslidagi 0 holatdan ayni vaqtda mahsulot bozorga chiqqanda men o'zim bir bosqichdan bir qopdan o'zim sotdim xaridorlarga. Hozir shirkatimizning oylik setish summasi milliondan oshib ketdi. Rahmat. Ekranlardagi qadrli ko'rmalar ko'rayotganlar, Savdo chembirigi programmasi. Mana Ningxia Milanda savdo shirkatidagi bizning qaltis hamkorlashuvchilarimiz boya biz 4 guruhga bo'layotgan va har bir guruhdagi 2 mayir bu bosqich o'yinimizga qatnashmoqchi. Ikkinchi bosqichimizdagi o'yin. Hozir butun asboblar tayyorlandi. Jip, top, stakan. Qanday qilamiz deganda mana bizning birinchi mayirimizdan boshlab mushu topni jipning ustida oldirmay manguslar. Manguzib eng oxiri kelgan chog'da mush eng ostidagi jipdan shu topni stakanga kirgizsalar. Bek tasvir ishkangimda qarab baqsam, boya unchalik tasvir bilinmagandi, lekin sizlarda bir ortiqchilik bor ekan. Boyning yog'i men his qildim. Men qilolmaydi degan ishlarni hammani qilyapsizlar. Shuning uchun bu bosqichdimi men qilolmaydi deganim bilan sizlar cho'qim qila olasizlar. Bo'lamdi. O'zingizlarga ishinglar. Oshtamdan undas boshlaylik. 3, 2, 1 boshlandi. Mana. Pasrak, jipni pasrak qiling dedi. Yaxshi. Yaxshi. Endi pastga. Ketdi yana. Aşağı kelgan tanqiyol. Oltay tez o'p ketib qoldi. Sal suratni osiltib. Mastura endi siz davomliq sal pasrak. Mastura diqqat qiling qani. Sal tushirib. Keldi. Ketdi. Kelay dedi. Mana yaxshi. Qambisimi 300 da hozir. Halima tatding Yaxshi. Mana. Milanda markasidagi saf alqat sharbati meng'yotdi. Ketyotdi. Tez yo'llanmadan ketyotdi. Mana. Keldi. Hamon bordi. Xaridorning uyiga hamon bordi. Qulig'i tegay deb qoldi. Mushtaq jarayonlardan keyin bog'ini yaxshi. Halima, yaxshi. Mana. Azroq ko'tarsin. Yaxshi. Mana. Sağınızın yaxshi savatsizlar. Qani unda bo'lsa davomliq yaxshi. Ben qo'l tisgansizlar, juma men qilolmay degan dedim. Yaxshi. Jiplansiz hozir jiplan. Mana. Yaxshi. Acaba oyacanlanıp ketdim mi? Mana, stakan xaridorning uyi juma. Milanda sap alqat sharbati pek oldirib ketib bordi ichishga. Bunchalik sap ichimlikli sharbat ichmasak bo'lmaydi. Yana sal. Bizlar emgikimiz yo'q qilsizlar. Mana. Az qoldinglar. Hayras biz jiddiyleştirmeyli ya. To'xtanglar. Hozir Qaydining qo'lida. Telefon urayotdi hozir. Pastga tushiringlar. Mana. Ahiri xaridorning qulig'i tegdi ya. Mana.
Mana ekranları qadrli ko'rmanlar, biz har bir mahsulotni mana mushundaq japalık jarayondan keyin sizlarning qulunlarga yetkizamiz. Bizning japalık jarayonlarimizni sizlar ko'rib bulamasliginglar mumkin, shundaqla his qilib bulamasliginglar mumkin. Nurg'un hikoyalarni, japa mushaqqatli jarayonlarni faqat biz o'zimiz bilamiz. Faqat mushu Milanda savdo chekish shirkatidagi hamkorlashuvchilarni bildi. Yana bir qaytim qaltis. Yaraysizlar, yaraysizlar. Kraldirik qadrli ko'rmanlar, mana bizningki suyimli, qaltis, tirishchan, hamkorlik ro'yiga boy vakolatchilarimizning, hamkorlashuvchilarimizning tirishchanligida ikkinchi bosqichlik o'yinni tamomlab oldik. Nurmat ma'lum menga o'xshash intay hayajonlanayotgan bo'lishi mumkin-a? Qani. Shuni deyman, men bu qanda menib ketib bordim, men uni qutqanmadim deb qutuvamidi ya uning deyman. Og'irdi, rost nim qilaldi. Birinchi qatordilam. Men rost qo'l qo'ydim sizlarga. Endi men mushu Milanda shirkatining korxona maslahatchisi. Bu Maryam 0 vaqtida men bilan uchrashgan. Tirish orqali hozirgi mahsulotda intayin sifatli bo'lgan cho'ng bir paychik bozor siraliq bir jitondan chiqadi. Chunki men bu shirkatning hamma narsasini bilib turibman. U birinchi to'g'ri qilg'ashi, ikkinchi to'g'ri qilg'ashi nima bo'lsa, iqtisodiy qurilmasi ham maraqashi. Nurg'ul odam vakolatchilarga bo'lsin, xaridorga bo'lsin, hammasiga intayin foydali sharoitlar hozirlaqliq. Bu beklar muhim narsa. Endi kim bu Maryam lavzat turdi. Qipirmi deydi, qipirdi, qippamayim deydi, qippamaydi. Hozir qadar to'g'ri, hozir ma shirkat aylanayotgan naqd pul intayin cho'ng. Ras oylik summasi hozir millionda eshib ketdi. Ammo shirkatda yanlanma hozir naqd pul kamchil. Aylanayotgan pul bor, ammo foyda az. Nima uchun? Nurg'un foydani boshlar o'tnab berib teglik. Shuni bilan ma vakolatchilik ko'payib ketib bordi. Endi yana bu shirkatningki qanda bir kelgisiga intayin ishoninglikmen. Nima uchun ishoninglik desanglar, faqat va faqat alaqatlanmış, birlam mahsulotni, bir xillam turni tingli qilib, ashuni o'rin belgilaganlik, bozorda. Haqiqatan shunday qanday bir shirkatning 10 yilda bir ishni qilishi pek muhim. Hergizmi 1 yilda 10 ishni qilish muhim emas, shundaqku. Boya sizlar balkim ko'ramagan bo'lishinglar mumkin. Men hamkorlashuvchilar jipni tutgan vaqtida, chunki jipni men barmoqqa yo'gaydi emasmi? Mayli bu barmoqi kesilib ketsin va yoki qonab ketsin, manguslarni qo'yatmaydi ekan. Shuning uchun sizlarni bek talaylik ekansizlar. Albatta hamkorlashuvchilar sizlarni bek isilgansizlar. Ko'zdak bo'lsin, bek suyundim. Endi bayatın yaqı biz deb o'tyapmiz. Ningsha Milanda savdo chekish shirkatining nurg'un shan-sharafli natijalarini, mahsulotlarini so'zlab o'tdik. Endi kelgusi taraqqiyotinglarda qanday bir o'zgarishlar bo'ldigandi, qanday planlar bordi? Abdurazaq apandim. Bayan bu deb o'tdi. Bu shirkatimiz shu alqatni iborat shu qimmatli ko'hanni Şinjan bozoriga tunji qitim sağan en kesbi, en sabaletlik alqat şerifinin bazarı sağan karxana. Hem de şirketin bundan keyingi taraqqiyotini nima desangiz, mush alqatni iborat mush bir go'han tutqi qilib, har millat xalqimizning sog'lomligiga tuxumi sap, tuxum tabiiy bo'lgan, mushu tuxumi ko'pligan mahsulotlarni sunib, har millat xalqimizning sog'lomligiga to'p qo'yish va jamiyatga o'zimizning bir kishilik to'p qo'yish. Rahmat. Ningsha Milanda savdo chekish shirkatining haqiqatan mu har millat qarindoshlarimizning sog'lomligi uchun eng sap bo'lgan, eng yeshil bo'lgan, eng tabiiy bo'lgan mahsulotni sunganligidan suyundik. Albatta bundan keyingi taraqqiyotinglarga texmi zo'r utuqlarni tilaymiz. Rahmat. Bizning programmamizning ya'ni 2-chi sonini elish planingiz bormi, yo'qmi? Albatta olamiz. Bugünkü bu oyunu görüp hakikaten hayacanlandım. Bizning hamkorlashuvchilarning hamkorlik ruhining qanchalik yuqori ekanligini. Bayam siz degandek bu jip bizning Milanda shirkati bo'lsa, bular bu jipning ustida japatasimi qanday bo'lsin, chidab oxirgacha biz bilan tanmayotdi. Şuna biz bularning taraqqiyot uchun, bularning tiximi ko'klish uchun, mushu sahnada o'z orzu qilgan natijalarni yaratish uchun cho'qim ikkinchisan olamiz. Rahmat. Boya biz programımız başlanğanda hamkorlashuvchilarimizga mukofot bor degan to'q. Endi program bo'lgan keyin, ya'ni musobaqa xarakterdagi program bo'lgan keyin cho'qim biz 1-chi, 2-chi, 3-chini ko'rsatib berishimiz kerak deb o'yladim. Bizning hamkorlashuvchilarimizmi, ko'rmanlarimizmi to'g'ri tushundi. Musobaqada az to'la rayimsizlikmi bo'ladi, lekin
natijaga qarag'an chog'da bugun sizlardan erishgan har qaysi hayotdagi ro'yinglar bizni bakrak ta'sirlantirdi. Natijanglarni anglab, agar bizning guruhi birinchi bo'lamay qopdi yoki ikkinchi bo'lamay qopdi deb hargiz umidsizlanmasliginglarni, ko'nglingizni yerim qilmasliginglarni umid qilmang. Chunki boya bizning liderimiz bu Maryam degandek, Abdurazzoq degandek, bundan keyin sizlarga fursat jiq, sahna jiq, musobaqa jiq texi. Shuning uchun qanday mukofot beramiz? Endi oshkorlaylik. Boya maxfiyatlikni biz o'tirib qo'ymagan-ku, oshkorlamagan. Birinchi bo'lgan guruhga biz 30 ming yuan qimmatidagi mahsulot sovg'a qilamiz. Wow! Mayli ikkinchi bo'lsin, mayli uchinchi bo'lsin, har biraylan tirishdi, har biraylan tavakkulchilik qildi. To'g'ri. Mushu ro'yidan biz shunchalik so'yindik. Bularmi shunday ko'nglimni bildagim bor, ammo keyingi qitimsanda yana bor biz. To'g'ri, tirishsaqlam, albatta bugünkidek mushu ro'yimizdan bo'lsa, yana katta mukofotlar borda. Bu Maryam ikkinchi insonni oldigan bo'ldingiz. Unda bo'lsa ikkinchi insonda bizning bir alayda talabimiz bor. Ya'ni sizning ko'rsatmangiz bo'yicha ikkinchi inson programmasi suratga olindi. Qanday deganda maxsus film shaklida suratga olindi. Ma'lum bir vakolatchingizning bir qancha kunlik, ya'ni sizning ko'rsatmangiz bo'yicha siz bizga ko'z tutmagan qancha vakolatchi bo'lsa mayli. Lekin necha ming bo'lib ketmasa suratga qo'yamay qolamiz. Ma'lum sonni siz belgilab berasiz. Shundaqla bir necha kunlik mal setish, mahsulot setish ahvoliga asosan eng oxirgi mukofotni beramiz. Unda bo'lsa, shu vakolatchilarga qanday talafingiz bor, uningki mukofotingiz shu. Bizning hozir shirkatimizda har bir hamkorlashuvchilarning o'zining ayrim guruhlari bor. Mushu naq maydon kelganlarmi har bir guruhininki yetakchilari. Shunga mushu guruhga har bir hamkorlashuvchining o'zining guruhiga mening talabim 2 oylik setish summasi 200 mingga yetsa, guruhi bilan qo'shib, shu guruhi qaysi guruhi o'tib chiqqan bo'lsa, shu guruhni maxsus ziyorat qilamiz. Ham uningdan boshqa Alma 12 Pro sovg'a qilamiz. Wow! Endi Alma 12 Pro uchun tirishaylik. Men sizlarga shuni hammanglar erishalaysizlar. Uningdan boshqa ikkinchi sonni shu guruhda, shu bir guruhda shu bütün yetakchilar mishatbag'u o'zining guruhiga vakolatchilar bilan qo'shib, ash bir sonni bütün shular oladi. Xalas. Muborak bo'lsin. Endi har bir hamkorlashuvchi, har bir vakolatchilar mening bolam o'xshaydi. Har bir aylanga mening mehrim bor, muhabbatim bor, har bir aylanni shunchalik yaxshi ko'raman. Shunga men bu yerda muqim birni tanlasa, men hammasini tanlayman. Ammo raqobat bo'lmasa, taraqqiyot bo'lmaydi. Shunga qaysi tutib chiqqan bo'lsa, bu mukofotni ham bu fursatni shu yoqqa beraylik. Yaxshi. Rahmat. Ya'ni yuqorida lideringlar bu Maryam deb o'tdi. Birinchi bo'lgan guruhdagi bizning mushu hamkorlashuvchilarimizga 30 ming yuan qimmatidagi mahsulot sovg'a qilindi. Ya'ni Milanda shirkatining sap ovqat sharbati shundaq-ku. Mana mushu sovg'a qilindi. Endi bugungi ishbadonlar boya degandek hammalarning yaxshi bo'lganligi, musobaqa bo'lganligi uchun cho'qim birinchi, ikkinchi, uchinchini tanlab chiqmasak bo'lmaydi. Sizlarmi buni bilsizlar, men jiq tushuntirishdamanmi? Boyqi 4 guruhininki birinchi bosqichdagi ishbadasiga asosan biz 4-chi guruhdagi Halima, Mansagul, Mastura 4-chi guruhdagi mushu 3 hamkorlashuvchimizga birinchi darajalik mukofotni berishni qaror qildik. Ya'ni bu qarorni bizning program guruhimizdagi, ya'ni Soda Chamberiki guruhimizdagi xizmatchi xodimlar intayin astoydillik bilan, inchiklik bilan, eng muhimi adil pozitsiya bilan belgilab chiqdi. Shuning uchun hammalarning qoyil bo'lganliklaringizga ishonaman. Lekin sizlar hammanglar Milandaning qalbida, bu Maryam Abdurazzoqning qalbida mangu birinchi. Yana bir xo'sh xabar bor. Ningsha Milanda Soda shirkatining yangi bir mahsuloti haqida. Bu Maryam. Bizning shirkatimiz taraqqiy qilib, 1 yil 4 oy jarayonida bizning mahsulot turimiz 4 tur ko'paytgan. Biz endi yangi bir mahsulotni, ya'ni hech qanday raqobatchisi bo'lmagan, ham ehtiyoji intayin cho'ng bo'lgan yangi bir mahsulotni bozorga olib chiqdik. 1 yil 4 oy jarayonida biz mahsulotning turini ko'paytirishga oldirmadik.
biz muşu sifatni, unumni, ham muşu markani, ya'ni Milandaning ishonchlikligini har bir iste'molchilarimizga bildirishni asos qildik. Endi bizning iste'molchilarimizmi bizga nisbatan ishonch tug'ildi, hamkorlashib vakolatlarimizmi bizga nisbatan shirkatning taraqqiyotiga ko'z yetdi. Endi bizning bu vaqtda chiqargan mahsulotimiz nima degan vaqtda dal mushu naq maydonda bu mahsulot bozorga chiqib bo'ldi, ammo biz e'lon qilmadik. Tunji qildim. Dal mushu alqat shaqoqul sharbati. Shaqoqulning o'zimi dorilik qimmati va o'simlik. Shaqoqulning o'zimi dorilik qimmati va yemeklik. Biz endi bu alqat bu dorilik qimmati va yemeklik. Bu ikkisini birlashtirish orqali bularningki bo'ra quvvatlash, o'pka quvvatlash qarta taxmu alqatning aslidagi unumini taxmu yuqori ko'tardik. İhraaldagi qadrli ko'rmanlar, endi Soda Chamberik programmamizning eng jalbkor bosqichiga qadam qo'ydik. Ya'ni shirkat xo'jayinlarining jamiyatga cho'qim javob qaytarish arzusi bor deb o'ylayman. Unda sah anglaylik qani. Bizning bu asosiy maqsadimiz jamiyatga bir kuchlik tuhfamizni qo'shish. Birinchidan bizning shirkatimizga ixtisosli xodimdan ishchi lozim. Har vaqt shirkat bilan aloqalashib bo'ladi. Biz bularga muvofiq o'rin beramiz. Hem şirkette özünün iqtidar namoyon qiladigan bir sahna hazırlab beramiz. İkinchidan, jamiyatimizdagi qiyinchilikqa bor 100 nafar er millat do'stlarimizga ehtiyoji asosan Milanda mahsulotlarini haqsiz ta'minlaymiz. Rahmat, rahmat. Haqiqatan bu har birimizning jamiyatdan ilib jamiyatga qaytarish majburiyatimiz bor, mas'uliyatimiz bor. Albatta sizlarning mana shu mehr muhabbatga to'lgan qalbingizga bo'ldi degan Milanda Soda Chekish shirkati texnik taraqqiy qildi. Rahmat sizlarga, rahmat, ko'pdan ko'p rahmat. Endi programmamiz oyoqlash oldida Nurmamat ma'lumning bu son programmamizga nisbatan qanday bir xulosa so'zlar bordi anglab baqaylik. Ahırda Milanda şirketiga ergishib kelayotgan vakolash do'stlarga bir jumla gapim bor sizlarga so'qiladiga. Sizlar tez kallam ishlamaydi, tez aqlliq emasdi, sal kalvaraqdim deb o'ylaydiganlar, zihningni qo'yib beqinglarmish bir shirkatga. Bütün vücudinglarni birlamishni qilib beqinglar. Shu vaqt qanchalik aqlliligingni, qanchalik iqtidoringni borligini shu vaqt his qilasizlar. Shu o'zingizning iqtidoringda qat'iy gumonlanmanglar. Bütün vücudinglar bo'lmish bir shirkatga ergashsanglar, sizning utuq qozongan oshkuninglar bor bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Bu son programmamizga qatnashgan Ningsha Milanda Soda Chekish shirkatining qurg'uvchilariga, shundaqla Nurmamat ma'lumga, bizning suyimlik hamkorlashuvchilarimizga yana bir qatim minnatdorligimizni bildiramiz. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, Soda Chamberik programmamiz mushada oyoqlash oldida turmoqda. Men Soda Chamberik programmamiz nomidan hammanglarga bir so'zni hadiya qilmoqchiman. Ya'ni umid qandaqdir kechida uyqumizda tunab, saharda g'oyib bo'lgan tush emas. O amaliyatimiz tirishchanligimiz bilan reallikqa aylanadigan kelgusimizdir. Soda Chamberiki yozmasi. Keng san ko'rishaylik. Xayr xo'sh.